Bugun sizni o'yiningizni butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin bo'lgan Neymarning 10 ta eng oson fintini o'rgatib o'taman. The roll chop. Himoyachi orqangizdan ta'qib qilayotganda o'ng oyoq bo'lsangiz o'ng tarafga, chap oyoq bo'lsangiz esa chap tarafga to'pni yo'naltiring. Va o'sha vaqtning o'zida narigi oyog'ingiz bilan sakrang. So'ngra oyog'ingizning ichki qismidan to'pni qarama-qarshi tarafga yo'naltirishda foydalaning. Pull behind and go. Himoyachi to'pni olib qo'yish uchun tashlanganida to'pni orqaga yo'naltirish uchun oyog'ingizning tag qismidan foydalaning. So'ngra esa o'sha oyog'ingizning ichki qismidan to'pni boshqa qarama-qarshi tarafga yo'naltirishda foydalaning. Narigi oyog'ingizdan esa himoyachidan to'pni nari qilishda foydalaning. The roll top make. Himoyachi bilan yuzma-yuz turganingizda oyog'ingizning tag qismidan to'pni tanangiz bo'ylab yo'naltirishda foydalaning. Keyin himoyachisini to'xtatish uchun oyog'ini cho'zganida uning oyoqlari o'rtasidan to'pni o'tkazib yuboring. Natijada himoyachidan osongina qochib qutulasiz. Off back leg. To'p bilan dribling qilayotganingizda oyog'ingizning tag qismidan to'pni to'xtatishda foydalaning. So'ngra ikkinchi oyog'ingizning tag qismi yordamida to'pni himoyachidan nari qochirish uchun foydalaning. Zigzag and go. Oyog'ingizning tag qismidan to'pni tanangiz bo'ylab yo'naltirishda foydalaning. So'ngra to'pni olib qo'yish uchun himoyachi joyidan jilsa, to'pni uni oldi tarafidan o'tkazib yuboring. Va o'zingiz uning orqa tarafidan to'pga yetib oling. Shaky leg. Himoyachi bilan birga bir turgan bo'lsangiz, aytaylik qanotda. To'pning orqa tarafidan oyog'ingizni chap o'ngga harakatlantiring. Shuningdek, qaysidir tarafga aldamoqchidek, oyoqlaringizni qadam tashlashingiz mumkin. Bu himoyachiga siz u tashlanib qo'ysa, har qanday tarafga alday olishingizni ko'rsatadi. The Neymar Rocket. To'pni ikkala oyog'ingiz o'rtasiga joylashtiring. Oyoqlaringizning uchi himoyachidan qarama-qarshi tarafga qarab tursin. So'ngra oyoqlaringizni orqa machasiga ko'taring. Va to'p yetarlicha ko'tarilgach, to'pni himoyachidan oshirib qo'ying.
Neymar Rocket skillini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun e'tibor bering, himoyachining orqasida bo'shliq bo'lishi kerak. The sombrero left. Agarda himoyachi sizga qarata tezlikda kelayotgan bo'lsa, oyoqlaringizni uchini to'pni tagidan o'tkazing va to'pni himoyachi yaqin kelishi bilan uni ustidan ko'tarib qo'ying. Lift down the line. Siz qanotda qisilgan bo'lsangiz, u ko'p masofa bo'lmasa, unda to'pni himoyachining orqasidan o'tib ketish uchun ko'tarib qo'ying. To'pni ko'tarib qo'yish himoyachining oyoqlari tegib ketmasligini ta'minlaydi. Behind the leg. Havodan to'p kelayotganda asosiy oyog'ingizni ikkinchi oyog'ingizni orqasidan o'tkazing. So'ngra o'sha oyog'ingizning ichki qismidan to'pni to'xtatib olishda foydalaning. Demak do'stlar, albatta videoga like bosib, kanalga a'zo bo'lishni unutmang va navbatdagi videolarda qanday nimani ko'rishingizni yozib qoldiring.